Bu markazda egizaklarning dunyoga kelishi odatiy xushxabarga aylanmoqda. E'tiborlisi, iyun oyida 4 nafar, iyul oyida 5 nafar egizaklar dunyoga kelgan bo'lsa, avgust oyida ham quvonchli xabar. Bugun birato'la 4 nafar egizaklar dunyoga keldi. Respublika ixtisoslashtirilgan ona va bola salomatligi ilmiy-amaliy tibbiyot markazining Andijon viloyat filialida joriy yilda egizaklar tug'ilishi ko'rsatkichi sezilarli darajada oshgan. Markaz ma'lumotlariga ko'ra, yilning dastlabki 8 oyida bu yerda bir holatda 5 nafar, 2 holatda 4 nafar, 11 holatda 3 nafar va 198 ta holatda 2 nafar egizak dunyoga kelgan. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, egizaklikda irsiy omil ham muhim ahamiyatga ega. Hatto ayrim oilalarda bu xususiyat bir necha avlod davomida takrorlanishi mumkin. Avlodda bu holat uchrashi mumkin. O'zimdan kelib chiqqan holda mening onamning onasi, ya'ni enamda egizaklar tug'ilgan ekan. Mana hozir meni o'zimning qizim egizaklarni dunyoga keltirgan. Shu egizaklarning dunyoga kelishi 94-yili ishga kelgan bo'lsam, u paytlarda egizaklarni eshitmaganman men. Lekin hozirda mana oxirgi 5 yil davomida egizaklar tug'ilishi foizi ko'payyapti. Bugun shunday quvonchli voqealardan biri Andijon tumanida yashovchi Dildoraxon Ahmedova oilasida yuz berdi. U bir emas, 2 emas, bir yo'la 4 farzandning onasi bo'ldi. Chaqaloqlarning 3 nafari qizaloq, 1 nafari o'g'il farzand. Ayni paytda 4 nafar chaqalog'imiz va ularning onasi doimiy nazorat ostida. Homiladorlikning murakkab kechishi sababli Dildoraxon 20-avgust kuni ushbu markazga yetkazilgan. Shifokorlar nazoratidan so'ng muddatidan avval kesarcha kesish amaliyotini o'tkazish haqida qaror qabul qilindi va ko'p o'tmay operatsiya xonasida ketma-ket 4 chaqaloqning yig'isi eshitildi. Birinchi bo'lib 1840 gram vazndagi qizaloq dunyoga keldi. Ikkinchi chaqaloq 1534 gram vazndagi o'g'il, uchinchi farzand 1584 gram vazndagi qizaloq, to'rtinchi chaqaloq esa 1756 gram vazndagi yana bir qizaloq bo'ldi. 4 nafar egizaklarning dunyoga kelishi shifokorlar uchun ham oddiy tug'ruq emas. Akusher, ginekolog, neonatolog va reanimatolog kabi mutaxassislarning hamjihatligi sabab jarayon muvaffaqiyatli yakunlandi. Hozirda 4 nafar egizak va ona shifokorlar nazorati ostida. 35,5 Andijonda yana bir tug'ruq, 4 yangi hayot, bir ona va bir oilaga berilgan 4 karra baxt. Baxtning o'zi ba'zan bitta beshik bilan emas, bir yo'li 4 ta beshik bilan kirib keladi.